Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatli Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'izistonlik fuqaro koronavirusda gumon qilinmoqda. Qoraquljada maktab to'liq yonib ketdi. O't o'chiruvchilar 7 soatdan keyin kelgan. Bosh prokuror 30 nafar xodimni qonun buzgani uchun javobgarlikka tortdi. Hukumatning Batken oblastidagi muxtor vakili tayinlandi. Diamond Princess nomli Yaponiyaning kruiz laynerida koronavirus yuqtirgan qirg'izistonlik fuqaroning ahvoli qoniqarli. Bu haqda Tashqi ishlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Unda qirg'izistonlik fuqaroga koronavirus uning kayutadagi qo'shnisidan yuqqan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Ma'lumotga ko'ra, uning ahvoli yaxshi, tana harorati ko'tarilmagan va dori-darmonlar bilan davolash ishlari olib borilgan emas. Qirg'izistonlik fuqaroning so'zlariga ko'ra, u o'zini yaxshi his qilmoqda. Bu haqda qo'shimcha ma'lumotlar aniqlanmoqda. Shuningdek, Qirg'izistonning Yaponiyadagi elchiligiga Qirg'izistonga evakuatsiya qilish haqida murojaat tushmagan. Elchilik Diamond Princess Cruise Lineridagi qirg'izistonlik fuqaro bilan doimo aloqada bo'lib turadi. Tunu kun Yaponiyadagi Qirg'iziston fuqarolariga huquqiy konsultatsiyaviy yordamlar berishayotganini bildirildi. Eslatib o'tsak, dunyo bo'ylab tarqalayotgan koronavirus sabab Diamond Princess Cruise Lineri 14 kunlik karantinda. Laynerda koronavirus yuqtirgan yana 67 yangi holat aniqlandi. Kemada virusga chalinganlarning umumiy soni 500 ga yaqinlashdi. Koronavirus tarqalishiga qarshi harakatlarni qo'llash maqsadida Qirg'iziston Xitoyga insonparvarlik yordamini jo'natdi. Umumiy 7 tonna atrofidagi yuk To'rug'art nazorat o'tkazish bekatigacha yetkazildi. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumoti bo'yicha yuk Xitoy tomonining talabiga ko'ra tayyorlandi. Ular antiseptik va zararsizlantiruvchi shaxsiy tibbiy himoya vositalari. O'sh oblastining Qoraqulja rayoniga qarashli Ko'chati qishlog'idagi o'rta maktabda yong'in chiqib, ta'lim maskani to'liq kuyib ketgan. Yong'in 17 fevralda soat 23:50lar atrofida Sag'indiq nomli o'rta maktabda sodir bo'lgan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, yong'in natijasida maydoni taxminan 500 kvadrat metr maktab to'liq kuygan. Halok bo'lganlar va jabrlanganlar yo'q. Yong'in sabablari aniqlanmoqda. O'tni o'chirishga bir bo'lim va avariya qutqaruv mashinasi bilan 10 qutqaruvchi jalb qilingan. Yo'lning og'irligi va oraliq masofa 122 chaqirim bo'lgani tufayli qutqaruvchilar 18 fevralda soat 7:40lar atrofida belgilangan manzilga yetishgan. Jalb qilingan kuchlar yordami bilan yong'in soat 7:45 da cheklovga olinib, soat 7:55 da to'liq o'chirilgan. O'sh shahrining O'zg'ur qishlog'i yashovchilari bilan xususiy kompaniya o'rtasidagi yer talashi yana ko'tarildi. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, talash bo'layotgan yer ulushini ular 1994-yili hukumatdan olishgan. Bu yerda 100 gektarga yaqin qayroqi yer bor. Yer ittifoq vaqtida Janubiy suv qurilish ishxonasining xususiy dehqonchilik yeri bo'lgan. Ittifoq tarqagandan keyin ishxona ham yopilib, uning yeri hukumatga o'tgan. Talash bo'layotgan yer haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'zg'ur qishloq yashovchilari bundan 2 kun avval yana yer masalasi borasida yig'ilishgan. Janubiy suv mas'uliyat cheklangan jamiyati bilan qishloq yashovchilari 3-4 yildan beri 80 gektardan oshiq yerni talashib kelishadi. Ular bu yerni qonuniy tarzda qaytarib berishini talab qilishmoqda. To'polon toz bo'lib sotamiz. Sot oxirina keyin chiqmaydi. 3-4 yil bo'ldi. Mana o'shani adiliyat turida chechib berishni so'raymiz. 25 kun oxirgi sotib o'tadi. Yashovchilarning so'zlariga ko'ra, mazkur yerdan 4000 ga yaqin odam dehqonchilik qiladi. Bu yerda yana qo'shimcha 100 gektarga yaqin qayroq yer ham bor. Mazkur joylar ittifoq vaqtida Janubiy suv qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyatining xususiy dehqonchilik yeri hisoblanar edi. Ittifoq tarqatilgandan keyin esa ishxona yeri hukumatga o'tgan. U yerga qurilish qurish mumkin emas. Uylar salvadan yerda mana shifri ko'rinib turadi. O'shaga biz shu norozichilik bilgizib, mana 4 yildan beri sotlashib kelatamiz. Dag'ila shu masala o'zi chechib berilak. 5 sotikdan esa 10 jataga. Bizga savol
Bungacha mazkur masalaga xalq vakillari ham aralashib, ish Oliy sudgacha yetgan. Keyin oblast sudiga topshirilgan. Aholini mazkur muammosiga guvoh bo'lgan deputat Abduvahab Nurbayev sudlarning qaroridan hayron qolganligini yashirmadi. Men деле таң калып атам, бул кандай соттор ушундай коркпой чечимдер чыгарып атканычы. Men ойлойм, булар керек болсо ушул жооптуу соттордун жоопкерчилигине караш керек. Мыйзам чегинде керек болсо ошол соттордун тандоо кеңешине баягы дисциплинардык комиссияга ушул соттордун чечимине жөнөтүш керек. Булардын жоопкерчилигине карагыла депчи. Мындай болбош керек да. Ушундай боло берсе элдин бийликке болгон ишеним азаят. Элден нараатчылык көбөйөт. Janubiy suv qurilish korxonasi vakili Nurmuhammad Ibragimov mazkur yer tarixini boshqacha tushuntirdi. Uning so'zlariga ko'ra, ittifoq tugatilgandan keyin ham korxona o'z faoliyatini davom ettirgan. Uning 61% aksiyasini Davlat mulk jamg'armasi yetakchisi rahbari Rustam Sulaymonov sotib olgan. U sotib olgan vaqtda unga qarashli barcha narsalarni qo'shib olgan edi. Mamlakat 61% paketini o'zini olgan. Biroq o'zinglar bilasizlar, Soyuz tarqab mamlakatga ақша yetishmayotganda 99-yili bu paket auksion qo'yilgan. Gosimuştu auksion qo'yganda buni Sulaymonov Rustam 61% sotib olgan mamlakatdan. Bu yerda mamlakatdan bir tiyinlik emas qolgan emas. Qiziqchiligi. Yerdagi, imуществодagi, mashinadagi, zdaniyadagi bardigi 100 ostroga o'tgan. Oşağa baylanışlı bu yerler Yurtboshlarning balansında bugungi kunga chayin. Vakil so'zlariga ko'ra, bu yerdan boshqa manfaatlar ham ko'zlanayotganligi bo'lishi mumkin. Hozir bo'lsa sudlar adolatli qaror chiqarishga ishonch bildirishmoqda. Zakonda turda chechim chiqaradi degan niyatimiz bor. Sebebi bizning dokumentlarimiz bardigi taq. Bu yerga jo'qqa chiqarilgan hech qanday dokument yo'q mamlakat tarafdan je boshqa tarafdan. Oşağa baylanışlı biz sotlarga ishonamiz. Sotlarning chechimini inanamiz. Eğer to'ramas chiqarsa, unda dalshi aptatlanamiz. Yashovchilar va korxona orasida davom etayotgan sud jarayonining navbatdagisi 25-fevralga ko'chirilgan. Bosh prokuraturaning 30 nafar xodimi qonun buzgani uchun javobgarlikka tortildi. Bu haqda mazkur muassasaning matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, tegishli buyruqqa bosh prokuror O'tkurbek Jamshitov qo'l qo'ygan. 2019-yil yakuni bo'yicha 24 prokurorga hayfsan berilgan. Ularning orasida O'sh va Bishkek shaharlarining prokurorlari bor. Bundan tashqari, prokuratura organining 4 xodimiga qonun buzilishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ogohlantirishlar berilib, 7 nafar xodim ham ogohlantirish olgan. Chuy oblastining Jayil rayoni prokurorining lavozimi pasaytirildi. Prezident So'ronbay Jeenbekov bugun biznes haqiqatchi Robin Ordsmitni qabul qildi. Uchrashuvda o'lkaning biznes subyektlarini huquqlarini va erkinliklarini himoya qilish tizimini rivojlantirish choralari haqida fikr almashildi. So'ronbay Jeenbekov tadbirkorlar ko'targan asosiy muammolardan biri biznes muhit bilan fiskal va huquqni himoya qilish tizimlari o'rtasidagi murosa va samarali koordinatsiyaning yo'q bo'layotgani. Shu sababli tadbirkorlar biznes muhitida vaziyat nochorlashib, o'lkadan investitsiya chiqib ketayotganini ta'kidladi. Shuningdek, prezident tadbirkorlar bilan davlat organlari o'rtasidagi tortishuvlarni, sudgacha bo'lgan tekshiruvlar bo'yicha hozirgi mexanizmlarni yaxshilash ahamiyatiga to'xtalib, biznes haqiqatchi instituti tadbirkorlar ishonchiga ega bo'lib, davlat tizimlari bilan birgalikda biznesni samarali himoya qilishni ta'minlaydi degan ishonchini yana bir marta bildirdi. U tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun huquqiy kafolatlar bilan ta'minlashga va ularni davlat organlari tomonidan saqlanishiga barcha kuch-harakatlar sarflanishiga ishontirdi. Hukumatning Batken oblastidagi muxtor vakili bo'lib Alisher Abdurahmanov tayinlandi. Bu haqda hukumat apparatining matbuot xizmati bildirdi. Tegishli buyruqqa Premyer-ministr Muhammadqal'y Abdulg'aziyev qo'l qo'ygan. Alisher Abdurahmanov 1962-yili 30-avgustda Batken oblastining Batken rayonida tug'ilgan. 1999-yili Qirg'iz davlat milliy universitetining yuridika bo'limini tugatgan. Bu vaqtgacha Abdurahmanov oblast yetakchisining o'rinbosari bo'lib ishlagan. Shuningdek, Jo'g'org'i kengashning 5-chaqirilishi deputati ham bo'lgan. Hukumatning Batken oblastidagi muxtor vakili Akram Madumarov vitse-premyer bo'lib tayinlangandan so'ng uning o'rni bo'sh qolgan. Batken shahrining Chetbuloq kvartalidagi yangi uchastkalarning yashovchilari hashar yo'li bilan suv quvurlarini tortishmoqda. Ishchi kuchi xalq tomonidan bo'lsa, suv quvurlarini olish uchun shahar hukumati 130 ming so'm mablag' ajratgan. Yashovchilarning tashabbuslari bilan muxbirimiz tanishtiradi.
Botken shahridagi Chetbuloq uchastkasi yashovchilari hashar yo'li bilan suv quvurlarini olib kelishmoqda. Hududda ichimlik suvi yo'q bo'lgani uchun 3 chaqirim masofadan quvurlar olib kelina boshladi. Bu жергиликтүү эл ушул жакта таза суу жок болчу. Анда элдер ташып ишкени ташып ичет болчу, аны сатып алганы сатып алып ичет болчу. Ошо таза суу жок болчу. Азыр ошо жергиликтүү эл мэрия тарабынан шланги берилген экен. Жергиликтүү эл өзүбүз ашар жолунда ушул линияны тартып, таза суу линиясын орноштуруп атабыз. Bungacha yangi uchastka yashovchilari suvni olisdan tashib ichar edilar. Aholi oz bo'lsa ham sharoitlar yaratish maqsadida mahalliy g'aznadan 130 ming so'm mablag' ajratilib, hashar yo'li bilan quvurlar olib kelinyapti. Programma boyunca Botken shahri mana Chetbuloq kvartalining tunduk jag'ida 100 ming kublik rezervuar qurilatamiz. Oşo kurulsa, men oylayım bir aprel mayların içinde bu şaharça emas, uşul jerdagi tegerektegi başka üylerdeki de jekemençik üylerde barında 24 saatka su beriladi degan planlarimiz. So'nggi yillarda Chetbuloq kvartalidagi yangi uchastkada aholi soni o'sib borayotgani uchun shahar suvga bo'lgan muhtojlikni bartaraf etish maqsadida ko'lami 1000 kub bo'lgan suv omborini qura boshlagan. Agar mahalliy hukumatning mazkur ishlari to'liq amalga oshadigan bo'lsa, yangi uchastka bilan birga Chetbuloq kvartalida ham suv muammosi bartaraf etiladi. Botken shahrida o'sha жүрүп аткан таза судун ол жалпы суммасы 30 миллион евро. Ошо бул 3 траншка камтылган. Жалпы проект өзү 30-жылга чейин деп белгиленген. Бул ушу иштин жүрүшүнө карап, эми тезирээк бүтсө, бир 2-3 жыл, 3 жыл алдыңдагы ушу иштегендин подрядчиктердин ушу нелерге карап турат эми. Ta'kidlab o'tsak, Botken shahrida har kuni faqat 2 soatgina aholiga suv beriladi. Hududdagi suv muammosini bartaraf etish uchun yaqin 10 yilda Yevropa rivojlantirish banki tomonidan 30 million yevro ajratilib, aholi uzluksiz suv bilan ta'minlanishi ko'zda tutilmoqda. Xayriya ishlari natijasida inson hayotini saqlab qolsa bo'ladi. O'sh oblastida yashovchi Umida Xudoyberdiyeva jigar kasalligiga chalinib kasalxonada davolanmoqda. Uni sog'ayib ketishi uchun shifokorlar tez orada operatsiya qilinishi kerakligini aytishgan. Xudoyberdiyeva farzandlari uchun ham yashagisi keladi hamda saxovatli odamlardan yordam so'raydi. Bemorning ahvolidan bizning ijodiy guruh xabar olib qaytgan. Umida Xudoyberdiyeva jigar xastaligiga chalinganini ancha vaqtgacha bilmagan. Bundan 3 yil avval tekshiruvga borganimda bildim deydi u. Hozirgi kunda tez-tez tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Biroq borgan sari holati yomonlashib bormoqda. Inga vrach ko'rib turib, perishatka dedi. Ishib ketyotasan, suv tarqavyotadi, bor qatyotadi dedi. Bo'rdamlashtirish kerak dedi. Anan men aytdim, meni opam yo'q, otam yo'q. Hech kimim yo'q. Qantib qantib topamiz desam, kuyovingiz bo'laveradi dedi. Shifokorlar tez orada Xudoyberdiyevani jigarini almashtirishi kerakligini aytishmoqda. Hozir salomatligi sababli uy yumushlarini ham bajara olmay qolgan. Shunday bo'lsa ham u farzandlari va yaqinlari uchun yashashni istaydi. Endi men siz bolalarim katta bo'lmasin deyman. O'zim kuyovga bersam niyat qilaman, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketaman. Cho'ng qizim 15 ga kirdi. Kichkinam 6 yashar. Jigarini almashtirish amaliyoti Hindistonda bo'ladi. Buning uchun 60 ming dollarga yaqin pul kerak. Yaqinlarida buncha pul yo'q bo'lgani uchun saxovatpeshi insonlardan yordam so'ramoqda. Endi mana qilib ishyapti. Dorilar bilan zicha pasayapti, yana boyagidek ishib yuragiga ham sig'mayapti-da. Ashunga shu ellarimizga, shu insonlarimizga anaqa zakotlaridan, yordamlardan ayamasa, shu qizni sog'lig'ini saqlab ko'rsaydi. 35 yoshli Umida Xudoyberdiyeva hozir faqat ko'pchilikning yordamidan umid qilmoqda. Qahramonimizga yordam berish uchun 0555 kodi bilan 417 475 yoki 0550 kodi bilan 091 007 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'ibayeva, Qimmat Abdusamatog'li, Intimaq.
O'sh shahrida ayollar ishtirokida o'tgan xayriya tadbiri yakunlandi. Aniqrog'i, Markaziy Osiyodagi ayollar ligasi tomonidan 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasida voleybol turniri tashkil qilindi. Undan tushgan mablag' saraton kasalligiga chalinib, hayot uchun kurashayotgan 12 yoshdagi Ayjamalning operatsiyasi uchun sarflanadi. Markaziy Osiyodagi ayollar ligasi xayriya tadbiri bilan birga ayollarni sog'lom turmushga undash, birdamlikni mustahkamlashni maqsad qilishgan. Tadbirga Jalolobod, Batken oblastlaridan va rayonlaridan, oliy o'quv yurtlaridan, muassasa ishxonalaridan umumiy 28 ta jamoa ishtirok etgan. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, tadbir ko'zlagan maqsadiga erishdi. Xayriya turniridan umumiy 700 mingga yaqin mablag' yig'ilib, yaqin kunlarda Hindistonga yuboriladi. Mazkur harakat faqat Qirg'izistonda emas, qo'shni o'lkalarda ham o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Kasallikka chalingan fuqarolarga, bolalarga yordam bergan bunday tadbirlar Bishkek shahrida ko'plab o'tkazilsa, O'sh shahrida ilk marta o'tkazildi. Eneler barrier, borker bo'lgan uchun büyük ayollar ishxonalar жетектеп kelib, ушул иш-чараны биз аябай сонун ийгиликтүү өткөрүп алдык. Жөнөкөй эле көйөрман келип, волейбол көйөрмандары да келип ушундай таштап кетишти акчаларын. Биз ошого аябай ыраазычылык болдук. Дагы бир нерсени билдирем. 1-2, 3 месте алган волейболистка командалары ошол жерде эле алган биз приз койгонбуз да. $100, 5.000 приз койдулар, бардык эле биз ушу Айжамалга деп туруп таштап кошту. Ушул эң адамды көңүл эзилткен нерсе ушул нерсе болду. Анан биз аябай ыраазычылыгыбызды баарынан билдиребиз. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Shu va boshqa xabarlarni bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizdan hamda intimaq.kj saytimizdan ham tanishishingiz mumkin. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling.